Diqqat, tezkor xabar. Dunyo siyosatida kutilmagan tub burilish. It bo'ri bilan kelishib, qo'zichoqni yolg'iz qoldiryapti. Gap shundaki, Shimoliy Koreya yillar davomida AQShning Janubiy Koreyadagi harbiy soyasi qisqarishini istab kelgan. Kutilmaganda bu istakni Washington amalga oshirmoqda. Donald Trump AQSh va Janubiy Koreyaning qo'shma Ulchi Freedom Shield mashg'ulotlarini keskin qisqartirishni buyurdi. Natijada mashg'ulotlar rejalashtirilgan 11 kun o'rniga 5 kun davom etadigan bo'ldi. Eng qizig'i, Seul bu qarordan oldindan xabardor qilinmagan. Trump bu holatga ikki sababni ko'rsatmoqda. Harbiy mashg'ulotlar qimmat va Pxenyanga nisbatan ortiqcha provokatsiya. Bundan tashqari u Kim Chen In bilan munosabatlar juda yaxshi ekanligini ham ta'kidlamoqda. Trumpning o'ylagan yaqinlashuvga qadami bu bilan cheklanmadi. U yana Kim Chen In bilan uchrashish imkoniyatini ham ko'rib chiqmoqda. Taxminan noyabr oylariga bu uchrashuv amalga oshadi. Mashg'ulotlarning qisqartirilishi esa Pxenyanga yon beruvchi aniq diplomatik signal sifatida ko'rilmoqda. Hatto Trump Kim bilan munosabatlar yaxshi ekanini hazilomuz post orqali yana bir bor namoyish qildi. Seul o'z qo'riqchisining qo'lini asta-sekin tortib olayotganini his qilmoqda. Shu sababli prezident Lee Chje-myun AQSh bilan ittifoq muhimligini qayta ta'kidlab, bir vaqtning o'zida Janubiy Koreyaning harbiy mustaqilligini kuchaytirish masalasini ilgari surmoqda. Eng qiziq tomoni esa Janubiy Koreyaning o'zi ham Shimoliy Koreya bilan muloqot o'rnatishga harakat qilmoqda. Masalaning boshqa tomonida Shimoliy Koreya ortida Rossiya bilan uzilmas munosabatlar ham bor. Sizningcha bu kelishuv bo'ladimi yoki AQShning boshqa rejalari ham bormi? Shu kabi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun menga obuna bo'ling va izohlarda fikringizni yozib qoldiring.